No. Nimaga tushunmaysan? To'qqizinchi sinfda endi davlat imtihoni bo'lardi. Doni 108 deb qo'yganda. Jurnalga, bo'sh qizlarga 2. Yani hamma fanni qo'yib tashlagan. Doni. Devlet jurnalı, devlet Onu jurnalı. endi muallimlar urayibdi, kim qildi hech kim aytmaydi-da, shunday aytmaydi. Oxiri bilib bo'ldi. Oxirida nasıl oldu shu kuni? O kuni keyin xayrlilarida qizlar bilan o'tirish qildik-da, bo'lgan kuni. Julduk, tamam. Bu kuni zamayda ko'rsa, onu ham bilib qo'ygan. Yana jasaydi. Yine nimaga tushunmaysizlar deydi. Bizde haligi nazarga solinmagan qachdi. Yesa u yoqda orasa tiqib qo'ysiz.